ishning ko'zini tushunmaslik degani, agar tasavvur qiling, bir uyingiz bo'lsa, shunaqangi katta. U uyni eshigi bo'la turib, aynagidan kirish degani. Bugungi video shu uyni eshigidan kiradigan va ishning ko'zini biladigan odamlar uchun ketdik. Dubayda yashayman va Dubayda ishlayman. Ismim Faxriddin. Ko'chmas mulk sohasida broker bo'lib ishlayman. Va bu joyda bizga o'xshagan oddiy ishchilar uchun ham, sizga o'xshagan investitsiya qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun ham imkoniyatlar juda ham ko'p. Biznes sohasida bo'lsin, yoki boshqa sohalarda bo'lsin. Bugungi sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan loyihamiz juda ham qiziq va bu kungacha bunaqa loyihani men ko'rmaganman. Siz ham men o'ylashim bo'yicha ko'rmagansiz. Qisqa qilib aytganda, bu quruvchi kompaniya Dubayning uy ko'chmas mulk savdosiga bir juda ham unikalniy jihat bilan kirib keldi. Ular xuddi shunga o'xshagan yangicha sovutadigan texnologiyalari bor balkon ishlab chiqarishyapti. Hozir sizlarga ko'rsataman. Uydan bunday chiqasiz. Videoni oxirida men sizlarga ko'rsataman. Uyni holatini, shu apartamentda nimalar bo'lishligini hozircha tushunishligingiz uchun. Bu yotoqxonadan chiqadigan joy, balkonga chiqasiz va obычный balkonlarda, oddiy balkonlarda to'g'ri ketaverasiz. Bu quruvchi kompaniya balkonida bo'lsa, bitta, ikkita va uchinchi pog'onasi ham bo'ladi. Hozir bu joyda faqat ikkita qilishgan, chunki bu joyni arendaga olgan bu quruvchi kompaniya bir villa. Xo'p, nimaga desangiz, Dubayda o'zingiz bilasiz, juda ham optimistni aytadigan bo'lsak, 6 oy yaxshi, juda ham zo'r hozirgiga o'xshagan havo bo'ladi va 6 oy juda ham issiq bo'ladi. Va o'ylang, siz uy oldingiz, uy sotib oldingiz va uni arendaga berdingiz. Sizni uyingizni arendaga, ijaraga olgan odam Dubayda yashab, ishlab yuradigan bo'lsa, maksimum 6 oy shu balkondan foydalanadi, tashqariga chiqadi, balkonda yuradi. 6 oy balkondan foydalanmasligi bu mumkin narsa. Foydalanmasligi mumkin. Lekin shu quruvchi kompaniya shunaqa sovutgich texnologiyasini ishlab topdi. Bunda yoz juda ham jazirama issiq bo'layotganda kelasiz, o'tirasiz, xuddi Dubayning qishidek yo Dubayning sovuq kuzidek bemalol vaqt o'tkazsangiz bo'ladi, oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan. Xullas, 1 yil, 12 oy xohlaganingizcha vaqt o'tkazasiz bu balkonda. Shu maqsad. Nimaga desangiz, Dubayda har bir uy sotib olgan odam har yili servis charge deb qo'yadi. Uni to'lash kerak har bir kvadrat futiga. Bu Dubayda kvadrat fut degan metrik bilan o'lchanadi. 10,7 taxminan fut kvadrat 1 metr kvadrat bo'ladi. Buni har biriga 14 dirham, 15 dirham, $5, $6 pul to'lash mumkin. Minimum. O'ylang, balkonga ham to'lanadi. 25% bo'lishi kerak. Ishlatmagan balkoningizga to'lashni nima keragi bor? Ular shu maqsadda ular shunaqa yangi texnologiyani olib chiqishdi va bu juda katta sensatsiya bo'ldi. Bu ne только balkon, bularni winter garden degani bo'ladi. Agar uyingiz katta 3 xonali, 4 xonali bo'lsa, ularni katta terrasasida ham shunaqa texnologiyani o'rnatib beradi. Balkon juda katta, bir katta qish bog'i bo'ladi. Va keyin lounge degan narsa bo'ladi. Buni ham ko'ramiz videoning oxirida. Tashqarida uydagi yashayotgan rezidentlar bemalol chiqib, yoz kunlarida farzandlaringiz chiqib o'ynab vaqt o'tkazishi mumkin. Va bunga o'xshagan proyektlar juda ham ko'p. Investitsiya tarafdan juda ham привлекательный proyektlar ko'p. Xo'p, hozir biz balkondamiz. Modeliga chiqib, mock-upni ham ko'rsatamiz.